Olib atalmıysan? Yağış dikse şunda apayım. Qarab qolasiz olur. Bularning endi yoshlari ulug'roq. 4 yoshlik, 7 yoshlik, 5 yoshlik otlar bular. So'ngar ko'ra bular endi Shobushning narsa ekanini bila. İnsan aylanib keluvlari kerak eng birinchi shiratda bir-birsini qomashovlik to'ldirmishi, bir-birsin bilan ashullanishmishi. Subhanallohna barolar qarag'lar otlar nishig etib hazırlangan ko'z tiydirmek subhanalloh deb qarab malqaylarga. Mana bit nishig qo'shni barolar ko'rasizmi? Bu bit endi otlar hazırlikli degan so'z. Ana bunisidan sularga yerib baradir, yazgina kirilanib qoldi. Tigilaydan shovib qaraymanlar men deydi-da, u andasin kiri o'yladi. Mana hozir so'nggi pavarotga jitalar bizning otlar azrak ayrildi. Mening o'ylavimcha bu Yaguza. So'ngar o'shagan joydagida otida mana hozir ig'tibor bilan qarab qoling, oxirdan o'pkalashlar bo'la ko'rmasin. Durust etib belgilarga kerak o'rinlarni. Gayfullin bilsur ortına qaray Jonni istagi, qorat istagi. Islimin kiyib birinchi o'rinda kela, birinchi Yaguza. Yo'qmi? Kim bo'ldi? Dur. Dördüncü nomer birinchi keldi, ikkinchi bo'lib keldi, 8-chi nomer hozir aytib ketamiz. 4-chi nomer birinchi keldi, ul Garifullin Vildan ati olg'a kiyikdan Iman qo'shamatli 4 yoshlik. İkinci bo'lib keldi 8-chi Rahmatullin Ramilning ati Saypi Al. Ham 3-chi bo'lib keldi 5-chi nomer Garifullin Vildanning ati shulay yo'q Yaguza. Mana men Iman bilan Yaguzani azrak butag'amni g'afo etirsiz, lekin ikisi de bir qo'shaliqdan bo'lg'ashdan shunda bigirakda ushogan bo'ldilar bular. 4 8 5 ayya. Hurmatli ot xo'jalari, azrak hurmatli qo'noqlar, mana otning xo'jasi Garifullin Vildan jigirib keldi-da, menda mening bitti birinchi keldi dey Yaguza deydi. Durustanda shulay ularni azgina nomerlarini o'zlari butab kegizganlar. Yaguzasi birinchi kelgan, Imani nishanchi bo'ldi endi bu 3-chi. 4-chi nomer Yaguzaga kegirtganlar ekan. Nomerni butab qona kegirtganlar. Bunda yozgancha to'g'ri azgina bo'ldi. Aytam bitmey sizga tigi boshdan ko'rdim bit endi Yaguzaga o'xshagan deb. Alla otlab jiruvidan tanidim shunda, alla quyruq bo'lganidan tanidim shunda endi. Hurmatli qo'noqlar, aydagiz azgina ketamiz endi ham. Bizning bitinde otishimiz kerak. Hozir 60-70 kilometrdan kerak, mana sentrda deb aytadi. Yorishoning sentrida, o'zagida odashib jirmaylar, restoranga to'xtalganmiz shunda. Yarar kelgan bitinde kishi kutib turing, aydagiz bizlarga nalishitin tugul kuni motor otlarga qarab suqlanib qana bosib turamiz. Subhanallah, subhanallah. Sen sog'ina kelib jitularini aytira. Bugungi bayramga kelib, bayramimizni bezovlarini aytira. Rahmat.